Diqqat, e'lon! O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi umumta'lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilarini o'qishga taklif etadi. O'qishga kirish istagida bo'lgan nomzodlar qabul yilining 1-fevralidan 15-aprelga qadar doimiy yashash joyidagi Ichki ishlar bo'limiga yoki Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyiga ariza bilan murojaat qiladilar. Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyiga o'qishga qabul qilish 2 yo'nalishda bo'lib o'tadi. Birinchi yo'nalish ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishi. Ikkinchi yo'nalish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-yanvardagi raqamli texnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish sohasi uchun professional kadrlar tayyorlash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan yangi ochilgan aniq fanlar axborot xavfsizligi yo'nalishi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyiga o'qishga qabul qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Dastlabki tanlov, maxsus professional tanlov, test sinovlari. Dastlabki tanlov. Unda nomzodlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganish, yakka tartibda dastlabki suhbat, nomzodlarning individual psixologik xususiyatlarini o'rganish, test asosida tibbiy komissiya ko'rigidan o'tish ishlari amalga oshiriladi. Maxsus professional tanlov 3 bosqichda o'tkaziladi. Unda yozma ish, ya'ni diktant orqali orfografik va punktuatsion savodxonlik darajasi aniqlanadi. Nomzodlarning jismoniy tayyorgarlik darajasi o'g'il bolalar uchun to'sinda tortilish, 100 metrga yugurish, 2000 metrga yugurish, qizlar uchun kuch ishlatish mashqi, 100 metrga yugurish, 1000 metrga yugurish mashqlari orqali baholanadi. Yakka tartibdagi yakuniy suhbat. Yakka tartibdagi yakuniy suhbat ona tili va adabiyot, tarix va huquqshunoslik yoki tarbiya fanlaridan bo'lib o'tadi. Yakuniy bosqich test sinovlari bo'lib, ushbu sinovlar davlat tili, rus tili va qoraqalpoq tillarida topshirilishi mumkin. Test sinovlari belgilangan tartib asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasi belgilagan muddatlarda o'tkaziladi. Mandat test natijalariga ko'ra belgilangan kvotaga binoan e'lon qilinadi. Litsey bitiruvchilariga belgilangan tartibdagi akademik litsey diplomi topshiriladi. Eslatib o'tamiz. Arizalarni qabul qilish joriy yilning 1-fevralidan 15-aprel kuniga qadar amalga oshiriladi. Murojaat uchun telefon 99 869 211 70 05.